jangi 1221-yilda bo'lgan. Jaloliddinni demak qatnashgan birinchi jangi Niso bo'lgan. Lekin Valiyon bilan eshitmaylar. Valiyon bu dastlabki yirik g'alabasi bo'lgan. Yirik degani demak kattaroq jangi Valiyon bo'lgan. Kichikroq bo'lsa ham birinchi jangi Niso bo'lgan. Farg'ona 21-yilda bo'lgan, Sind 21-noyabrda bo'lgan, Basra 24, Isfahon 27-sentyabrda Tayinolnoyonga qarshi va Arzinjon jangi 1230-yilda bo'lgan. Mana shu Jaloliddin ishtirok etgan janglarda. Xo'p, keyingi ma'lumotlarni biz darslikni o'zidan birga ko'ramiz, darslikka chizib qo'yamiz, o'shandan birgalikda o'tamiz. Hozir Xo'p, Jaloliddin Manguberdi. Bizda 4-mavzu bo'lyapti. Jaloliddin Manguberdi. Xo'p, avvalo Jaloliddin Manguberdi shaxsiyati degan mavzuni ichida kichkina mavzuchalardan boshlagan epigraflar bilan Jaloliddin Manguberdining shaxsiyatiga to'xtalamiz. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullarga qarshi 11 yil davomida kurash olib borgan. Demak, Xuroson, Hindiston, Eron, Iroq va Kavkaz hududlarida tinimsiz kurash olib bordi. Demak, umumiy 17 marta Mo'g'ullarga qarshi jangga kirib, undan 14 tasida g'alaba qozongan ekan. Xo'p, Bag'dod xalifasi va Ko'ne sultoni Aluddin Qayqubod kabi shaxslarga ham qarshi kurashgan, chunki Jaloliddinni mana tarixini o'qiganlar biladi. Eng ko'p xiyonatlar Jaloliddinga bo'lgan. Hatto o'zini ukasi, sarkardalari, viloyat hokimlari juda ko'pchilik Jaloliddinga xiyonat qilishgan. Va mana hatto o'zini ukasi G'iyosiddin Turkishoh ham unga qarshi isyon ko'targan edi. Urganchdagi qaltis vaziyat tufayli shaharni tashlab chiqqan Jaloliddin 300 kishi bilan 16 kun ichida Xorazmdan Xuroson yerlaridagi Niso qo'rg'oniga yetib keladi. Niso hozirgi kunda Turkmaniston atrofidagi joylashgan qo'rg'on bo'lgan shahar edi. Jaloliddin Niso yaqinida o'zini 300 ta askari bilan mo'g'ullarning 700 kishilik pistirmadagi otryadni tormoq qiladi. Qarang, 2 barobar ko'p. Ushbu g'alaba mo'g'ullarning afsonaviy qudrati yengilmasligi haqidagi mish-mishga chek qo'ygan. Xo'p, endi sizga bitta savol beraman. Yana qaysi jang ma'lum bir armiyani, ma'lum bir o'sha qo'shinni yengilmasligi haqidagi afsonaga chek qo'ygan edi? Mana hozir Jaloliddinni Nisoda mo'g'ullar ustidan qozongan g'alabasi yengilmas degan mish-mishga chek qo'yyapti. Tarixda yana bitta jang borki, mo'g'ullar emas, boshqa bir xalqni yengilmasligi haqidagi mish-mishga chek qo'ygan. Bilganlar bormi? Bobur bilan Shayboniyxon Shayboniyxon bilan kim? Yo'q, Shayboniyxon emas. Demak, 6-sinfni yangi darsligi bor. Yangi darslikda miloddan avvalgi 329-yilda Palitimir daryosi bo'yida jang bo'lgan. Mana shu Palitimir daryosi bo'yidagi jangda o'sha Yunonlar mag'lub bo'lgan. O'sha Aleksandr 3000 kishilik qo'shin jo'natardi deydi. Hatto deydi, Olimp xudolari ham deydi, ularni halokatdan saqlab qololmadi deydi. Hatto Olimp xudolari ham ular saqlab qololmadi deydi. Yunonlar deydi, shu O'rta Osiyolik jangchilar oldida ojiz qoldi deydi. Ularni, ya'ni Yunonlarni yoki Makedonlarni yengilmasligi haqidagi afsonaga chek qo'ydi deydi. Shu Palitimir jangini aytgan. Xo'p, davom etamiz. Niso jangi 21-yilning boshida yuz beryapti.
Shihobiddin Nasafiyni Siyrat as-Sulton Jaloliddin Mingburni degan asari bor. O'sha Mangburni. O'sha asarda Jaloliddinga ta'rif bergan ekan. U bug'doy rang, o'rta bo'yli, turkiy qiyofali, turkiyada gapiradigan odam edi. U sherlar orasida sher edi. Hop, muloyim odam edi, jahldor emas edi, haqoratoma so'zlarni aytmas edi, jiddiy kulmas edi deb uni shaxsiyatiga, demak, tashqi tuzilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Hop, Mo'g'ullarning asosiy shaharlari egallangandan keyin Mo'g'ullarning bosqinchilik yurishi Amudaryoning janubidagi yirik savdo va madaniyat markazlariga o'tgan. Bu Balx, Hirot, Mar hamda G'azni hududlariga to'g'ri keladi. Jaloliddin Valyon qal'asini qamal qilayotgan mo'g'ul qo'shinlariga hujum qilib, ularni tor-mor etadi. Bu uning dushman ustidan qozongan mana dastlabki yirik g'alabasi bo'lgan. Boya Niso yirik emas, lekin kichikroq g'alaba bo'lsa, mana bu Balyon yirik g'alaba bo'lgan. Chingizxon Jaloliddin Manguberdiga qarshi Shiki-Xutu Noyonni 45 minglik qo'shin bilan G'azni yaqinidagi Parvon dashtiga boradi va u yerdayam demak, Jaloliddin g'alaba qozonadi va o'ljalarni taqsimlashda kelishmovchilik bo'ladi. Oqibatda Sayfiddin Ag'roq, A'zam Malik, Muzaffar Malik kabi askarlar sarkardalar chiqib ketadi, ajralib ketadi. Xo'p, 1221-yilning 25-noyabrida Chingizxon bilan Jaloliddin armiyasi to'qnashadi. Xo'p, Jaloliddin Chingizxon qo'shini ilg'orini, ya'ni oldingi qismini yengadi, lekin mo'g'ullarning pistirmaga qo'yilgan 10 ming nafarlik sarlangan askarlari jangni taqdirini hal qilishadi. Jaloliddin taslim bo'lishni xohlamaydi va otda, demak, Sind daryosiga sakrab, narigi qirg'oqqa suzib o'tadi. U bilan birga yana 4 ming kishi daryodan suzib o'tadi deyilgan. Hop, hozirgi kunda daryoni bir tomoni ot sakrash, boshqa tomoni esa cho'li Jalol deb ataladi. Chingizxon demak jasoratiga qoyil qolgan ligini Jaloliddinning jasoratiga qoyil qoladi va o'g'illariga qarata otaning faqat shunday o'g'li bo'lishi lozim yoki ota-o'g'il shunaqa bo'lishi lozim degan fikrlarni aytadi. Boshqa bir manbada bu deydi, hozir aytilayotgan gap, demak, biroz o'zgarishlar bilan kirib kelgan deyiladi. Ya'ni boshqa bir manbada o'sha Jaloliddinni demak, daryodan sakrab o'tishiga, taslim bo'lmaganligiga nisbatan shunaqa fikr aytilgan deyiladiki, qaranglar naqadar vahshiy, xuddi bir nahang baliq kabidir degan, ya'ni yirtqich baliqqa ligini Jaloliddinni o'xshatgan ekan. Jaloliddinni Chingizxon yirtqich deb atagan. Yirtqich. Va balki bu to'g'ri ham qaysidir ma'noda. Chunki mana Bag'dod xalifasini ko'ring, Misrni, Damashqni, jazirani ko'ring, hamma davlatlar birlashadi. Chingizxonga emas, balki Jaloliddinga qarshi. Ya'ni mana bu yirik davlatlar, ya'ni musulmon davlatlar hammaligi birlashib, Chingizxonga qarshi yurish o'rniga ular Jaloliddinga qarshi askar tortadi Arzinjonda. Nimaga desangiz, demak, boya aytganimizdek, Jaloliddinni yirtqich deb atayapmiz. Uni fe'lidan, uni xarakteridan, uni boyagi jangdagi matonatidan, qahramonliklaridan shu darajada qo'rqqanki, o'sha davrdagi davlatlar mo'g'ullardan ham ko'ra ko'proq Jaloliddin xavfliroq yoki Jaloliddindan ko'proq qo'rqqan. Chingizxondan ham qaraganda Jaloliddindan demak ko'proq qo'rqqan va mana shu davlatlar boya sanadik nomini Konya, Jazira, Damashq, Misr birlashib ko'proq qo'rqqan. Jaloliddinga qarshi askar tortgan ekan. Xo'p, Sind daryosi bo'yidagi jangdan so'ng Chingizxon 3 oy davomida Jaloliddin qo'shinidan ajralib chiqib ketgan sarkardalar qal'alarini qo'lga olib, ularni yo'q qilish bilan band bo'ladi. Endi bitta ma'lumotga to'xtalamiz. Jaloliddinni Chingizxon changaliga tushirgan ham, uni demak, qutqargan ham ot. Shu ikkita ot haqida hozir qisqacha gaplashamiz. Bu yerda men to'liq o'qib o'tirmayman, buni mazmunini aytaman. Boya yuqorida biz o'tgan edik. Parvon jangida o'ljalar talashib qoldi va ma'lum bir sarkardan ajralib ketdi degan edik. Qanday o'lja talashgan desangiz, ot talashib qo'ygan.
Bitta ot bo'lmagan u, ya'ni bitta oddiy ot bo'lmagan, u qimmatbaho ot bo'lgan. Bir necha ming tilloga teng ot edi. Zotdor ot bo'lgan. Ee, Bir manbada o'qiganimda uni o'shaligisi otni qiymati hatto 1000-2000 ta otga teng deb yozilgan. Hozirgi kunda ham mana hisoblaydigan bo'lsangiz, bitta otni bahosi qancha? 2000-3000 dollarmi? Uni ko'paytira olasiz 1000-2000 ga. Juda katta son chiqib ketadi. Demak, otni